Yo'qolsa, tamom. Yoshlarga ko'pincha masalan kontentlar qilishyapti o'zi mana YouTube'da Reels nima u har xil da'vatlar, harom, birodar, taqvo, soqol deb chiqadi-yu. O'sha like uchun ko'pincha masalan like'lar, view'lar, millionlagan narsalar bo'lsa, keyin monetize deydimi uni? Monetizatsiya deymizmi? Pul berar ekan. Mana YouTube yo Instagram yo shunaqa social medialar pul beradi. Qancha view ko'p bo'lsa, qancha ko'rilsa, unga keyin ochgani uchun reklama sabablari bor uni, pul keladi. Mana shu Alloh uchun qilmoqchi bo'lgan birodarlar, da'vat ahllari juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar shu narsa like uchun, odamlar ko'rishi uchun, maqtalish uchun yo pul uchun bo'lsa, din uchun gapirayotgan odam, soqolni qo'y, namozni o'qi, ehtiyot bo'l, haromga borma deyotgan odamni ixlosi shunday ko'tarilsa tamom. Bu endi ibodat emas, u endi gunohga aylanadi. Qarang qanchalik xatar bu. Ibodatni ko'rsatish. Masalan, umraga yo otasini, onasini yo o'zini boryapti umraga. Post qilib qo'yadi. Masalan, Instagramga bizlar ham keluvdik, falon-chino, mana Ka'ba backgroundda nima qilingan ko'rsatyapti. Aslida nima uchun borgan edi bu? Post uchunmi yo ibodat uchunmi? Ibodat uchun borishni boshladi, qaradiki, to'xta dedi, bu yerda odam-ku, hozir bitta view qilay dedi. Mumkin har xil niyatlar borda, har xil yoshlar bo'lsa, qizlarga ko'rsataman, bunday qo'llarimni qilib Ka'baga ko'zlaridan nam bunday qilib rasm suratga tushgan, buni qilib qarang. U postni ko'rsaga qizlar, "Wow, taqvodor ekan, mashalloh." Love degan narsalar paydo bo'lishi uchun yasama. Shunday odam duo qiladimi? Masalan, umraga borgan odam, "Mana ol, mana ol." Nima qilib? Shu duomi shu? Mana shu narsalar shayton shundan keladi. Shuncha yo'lga borib, ajr olish o'rniga gunoh olib keladi odam. Umrachilar ham bir xil bo'lyapti. Labbayk Allohumma labbayk kinogan. Lekin bunisi ajr olyapti, bunisi gunoh olyapti-da. Ka'bada tavof qilib. Nima uchun desangiz? Nima uchun? Rahmat. Ana shu eng muhimini bu yerdan qissadan maqsadni keltiryaptilar olimki, ana shu o'zgardimi? Tamom. Dabdalasi chiqdi ishni. Bunaqa narsalar juda ham ko'p. Odamda bo'lishi mumkin. Bu narsalar namozda, qiroatda, azonda, ibodatda, yaxshilikda masalan bo'lishi mumkin. Ya, manam ha hu deb bu narsada u uchun yoningizdagi odam uchun qilmang. Taroyihlarda masalan duo qilayotganda amin deb baqir-chaqir qilib qilmang. Allohdan qiling, xufiyona bo'lsin. Mana shu narsa muhim. Bir yosh bolani bo'lgan u namoz o'qiyotgan chiroyli qilib amakilar orqada o'tirib mana shunaqa amakilarga o'xshagan. Bu yosh bola mashallah chiroyli namoz o'qiyapti-da. Kiyimlarini qara, mashallah sajdalarini qara desa, yosh bola namozning ichida shunday qarab, amaki men ro'za ham tutganman degan ekan-da. Qarang, xuddi shunaqa